voqea bo'lganmi yo yo'qmi hech kim bilmaydi. Lekin dunyoda nimalar bo'lmaydi deysiz? Men sizga hozir hikoya qilib bermoqchi bo'lgan bu g'alati voqeani kimdan eshitganimni o'zim ham bilmayman. Lekin xuddi kechagidek esimda. Tinglang, tomosha qiling. Xullas, qaysi bir qishloq chekkasidagi kaftakkina hovlida bir chol kampiri bilan yashar ekan. Ularni bisotida bitta qirchang'i oti-yu, alimsoqdan qolgan aravasi bor ekan. Kampir uzun kun uy ro'zg'or yumushlari bilan ovora ekan. Chol ham bekor o'tirmay deb bobosidan qolgan rubobini olib olib, bilsa bilmasa tingillatib o'tiraverar ekan. Shu alfozda kun ketidan tun, tun ketidan kun, kun ketidan hafta, hafta ketidan oy, yillar o'tar ekan. Kunlarning birida chol kuy chalishdan zerikib, otiga qarab turib o'ylab qolibdi. Nega qara kampir? Shu otni bizga nima keragi bor, ha? To'g'ri aytdingiz, chol. Uni biror foydasi tegadigan jonivorga almashtirish kerak. Ha, uni bir yo'qlik qilmasa bo'lmaydi. Agar qimmatroqqa sotib olsak, ancha-muncha pulli ham bo'lib qolardik. Shuncha pulni nima qilamiz? Voy, sotdi bo'lmay qoling, choli tushmagur. Hech bo'lmasa sigir olamiz. Yasha, endi topdim. Ertagayoq bozorga borib, sigir olib kelganim bo'lsin. Menga qarang, cholim. Suti ham quyuq bo'lsin. Tanlab ko'rib oling. Xuddi qaymoqdek bo'lsin suti. Bo'pti. Bu yog'ini o'zim bilaman, o'rgatma. Jan, shu ishni yaxshi o'yladingiz-da, chol. Sigir bo'lsa dasturxonimiz ham to'kin bo'lib qolardi. Asl erkak o'z ishini bilib qiladi. Bo'lmasamchi. Shunday qilib chol ertasi kuni otini aravaga qo'shib bozorga otlanibdi. Rubob qani? Voy, esim qursin, hozir choli tushmagiray. Mana oling rubobingizni. Ana endi jo'nasa ham bo'ladi. Tabiatli go'zalligidan bahra olganicha rubobini chalib, qandaydir qo'shuqni xirgoyi qilib ketaveribdi. Quyosh mayin nurini sochib, uni erkalabdi. Qushlar sayrab, unga jo'r bo'lishibdi. Shunday qilib qahramonimiz qanday qilib bozorga yetib kelganini ham bilmay qolibdi. Otang bozor, onang bozor deganlar rost ekan. Bozorda joningdan boshqa hamma narsa bor ekan. Ularga qarab, nima olsam ekan deb boshing aylanib ketishi hech gap emas ekan. Bozorni shovqin suronidan, mollarni rango-rang xilma-xilligidan chol bu yerga nega kelganini unutib qo'yayozgan ekan hamki. Birdan ko'zi
loyiq. Qani bu jonivorning egasi? Menga qara. Shu sigiringni mana u rubobimga alishasanmi? Lekin bilib qo'y, asl rubob buvamdan qolgan. Kam bo'lmaysan. Ha? Kam deysanmi? Ha mayli, bor baraka. Otimni ham ola qol. Ammo kampirim rosa xursand bo'ladigan bo'ldi-da. Ana shunday shirin xayollar bilan chol sigirni olib yo'lga tushibdi. Endi bozordan chiqib ketaman deb turgan cholni qulog'iga g'aroyib ovoz eshitilibdi. U kuyga mahliyo bo'lib anqayib qolibdi. Diyor, antiqa narsa ekan u. Shu sigirimga alisharmikin ha? Ey, bu matoqi egasi bormi? Mana shu sigirimga alishasanmi yo'qmi? Menga qara, lekin kam bo'lmaysan, sutlari quyuq, ser qaymoq. Chol qilgan xarididan xursand bo'lib yo'lga tushibdi. Otsiz aravani tortib horigan chol bir piyola choy ichmoqchi bo'lib choyxonaga kiribdi. Choy ustida badavlat hamrohiga bozorda ko'rganlarini, otini sigirga, sigirni esa antiqa narsaga alishganini aytib, maqtana ketibdi. Bizni bozorda antiqa narsa nima qiladi? Qo'ysenchi. Mazax qilibdi boy. Hozir ko'rasiz-da. Mana. Yo'q qudratingdan. Nima bu o'zi? G'alati-yu, a? Hatipon, o'zi qo'shiq aytib kuyini ham o'zi chaladi. Yo'q-e. Haqiqatan ham antiqa-yu bu, a? Yaxshi kuy, yaxshi qo'shiqni tinglagan odam vaqtni qanday o'tganini bilmaydi deyshadi. Ikki hamroh qo'shiq tinglab bir necha kun o'tib ketganini bilmay qolishibdi. Bir kuni boy, "Hey, endi kampiringdan ko'radiganingni ko'rasan. Jo'ray verib, miyini qoqib, qo'lingga beradi," debdi cholga rahmi kelib. Shundagina chol kampirni eslab qopti. "Ey yo'q, meni kampirim undaylarda emas. Nima ish qilsam ham yaxshi qilsiz chol, baraka toping. Asl erkak o'z ishini bilib qiladi" deydi. Hali xursand ham bo'ladi. Ha. Bor baraka deb sog'in sigirni patiponga almashtirgan senday pandavaqini maqtaydigan xotin bor ekan. Xo'p, agar gaping rost bo'lib chiqsa, o'zimni sigirimni senga berganim bo'lsin. Nima ham derdim? Sigir ro'zg'or uchun juda kerak jonivor. Shunday qilib ular yo'lga tushibdi. Bizning qahramonimiz yo'l-yo'lakay uchragan tekin tomosha ishqibozlarini aravaga o'tkazib olaveribdi. Chunki hamma bu qilmishi uchun cholni endi qanday jazo kutayotganini ko'rish ishtiyoqida ekanda. "Kampir, men keldim.
voy tavba qiling. Chol tushmagur, axir bozorga sigir olib kelishga ketuvdingiz. Buningiz nima balo bo'ldi axir, voy o'lmasam. Ha, bu sigirdan ham yaxshi. Eshitib ko'rgin. Shunaqa deng. Zab ish qilibsiz-da chol. Aylanib ketay. O'zim cholimdan. Asl erkak o'z ishini bilib qiladi. Ha. Ana, aytmadimmi? Qani ichkariga kiring. Shunday qilib garovda yutqizgan boy sigirini cholga beribdi. Bu voqea bo'lganmi yo yo'qmi, hech kim bilmaydi. Lekin dunyoda nimalar bo'lmaydi deysiz. Shundan buyon kampir o'z yumushlari bilan ovora ekan. Chol ham bekor qolgan vaqtlarida patifonini tinglar ekan. Mabodo bozorga borish kerak bo'lib qolganda esa